O'zbekiston milliy terma jamoasi ilk marotaba jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Bugun esa jamoamiz Portugaliyaga qarshi navbatdagi uchrashuvni o'tkazadi. Xo'sh, fuqarolarimizning ushbu tarixiy voqeaga munosabati qanday? Ularning fikrini o'rganamiz. Bugungi o'yinda qanaqa hisob qayd etiladi? Nechi bo'ladi? Tatıncar. Sağan Arman denizde tat deb. Eng qurmas O'zbekiston komandasi sizda bir deb olur. Nega Arman sol? Top. 2-1 biz yutamiz menimcha endi. O'ylashimcha shu durang o'ynasa kerak. Yutadi menimcha. Yutadi. Harakat bo'lyapti shu yutishga, yutadi. Yutsin deyman, niyat qilaman. 2-0 bo'ladi. O'zbekiston foydasiga hal bo'ladi o'yin. Где-то 3-2 будет. Menimcha 2-2 o'zi kerak, xudoolisi. Bizda Abbos bilan Shomurodov uradi. O'zbekiston va Portugaliyami? O'zbekistonga balit etamiz o, qandas bog'urlarimiz. O'zbekiston alga polibom o'tadi O'zbekiston. 2-0. Kim gol uradi? Eldor Shomurodov bilan Abbosbek Fayzullayev. O'yinni qayerda va kimlar bilan birga tomosha qilmoqchisiz? Oila a'zolarim bilan birgalikda hammamiz. O'rtoqlarim bilan tomosha qilmoqchiman, lekin qattaligini hali kelishmadi. Lekin tomosha qilamiz albatta. O'yinni ko'ramiz, Xudo xohlasa do'stlarimiz bilan birga, o'z Toshkentda ko'ramiz buyursa. Boramiz endi Bunyodkor stadionida boramiz. O'yinni yaqinlarimning yonida tomosha qilamiz, xudo xohlasa. Intex'da monitor qo'yiladi, shunda borib oilaviy ko'ramiz nasib qilsa. O'zimiz uyda uydagilar bilan ko'ramiz albatta. Ishdagilar bilan birga ko'rmoqchimiz endi. O'zbekiston ilk marotaba jahon chempionatida qatnashyapti. Bunga fikringiz, taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotim juda ham kuchli. Biz bu paytda juda ham ko'p kutganmiz. Har doim har o'yinlarda ishonganmiz. Qachonlar biz O'zbekiston ham jahon chempionatida o'ynaydi ekan deb yurardik. Mana o'yinga chiqdi. Hali bo'ladi. Omad birda bo'lsa birda kulib boqadi albatta bizlarga. Oson bo'lmadi, sekin-sekin mana 8-urinishga yetib keldi. Shuncha mehnat shu. Bizga nasib qildi. Qancha odam ko'ra olmadi. Faqat O'zbekiston yutish kerak, hech bo'lmasa finalgacha borish kerak.